Ali aka, har doim videolarda ko'raman, stilni kiyinib yurasiz. O'zi bunaqa kiyimlarni qayerdan olasiz? Ko'pchilik mendan o'zi so'raydi. Oldin Zara'dan kiyinardim. Hozir o'sha o'zimni kiyim-kechak do'konim bor. O'sha yerdan polni luklarimni o'sha yerdan taqdim. Buxoroning o'zida. Da uni ko'pchilik so'raydi, o'sha ko'pchilik biladi. Shunaqa kiyinib yuraman. Bunisi Alan Sportdan. Da, Alan Sport. Gap yo'q. Aynan mana shu kiyinishingiz necha pulga tushgan? Birinchi bo'lib shu oyoq kiyimdan boshlasak. Oyoq kiyimim 1.800.000. Trikocham Zara. Buni где-то 600 ming shunaqa olganman. Futbolkam 250 ming. Bu ham shu 250 minglarni shunaqa. Soat Apple Watch 11.800 dollar. Agar mani obunachilarim sizni do'koningizga borsa, nimalar qilib berib bilasiz? Farqi yo'q, sizni obunachilaringizga 3 kishiga boshdan oyoq polni lyuk taxlab beraman. Shartlarni o'zingiz tushuntiring. Agarda mana shu video 20 ming like yig'sa va mana shu video kommentariyasiga eng aktiv, eng ko'p kommentariy yozgan 3 kishiga to'liq boshdan oyoq luk qilib berasiz. Polnisini qilib beraman. Like'larni, kommentariyalarni portlatinglar va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.